Sizce bayramda o'tganlarimiz yaxshi o'tiringlar, hamshirlar, og'aylar, ota-onalar, o'g'illar, hammalarning xushketlar bo'lsin. Hamisha bilan bardam bo'laylik. Bo'shashmaymiz o'qishlar, azizlar. Nima deydi? Fayzni bo'lib yuzlardan nur yog'ilib turibdi. Keling azizlar. Navbatni san'atkorlarga bersakda bir chiroyli raqslarga hammangizni yosh va qarini taklif qilib qo'ysak. Marhamat. O'ldirib qo'yishni so'rab qolamiz. Almak o'ti. Mana kiritilgan 25-yil hammani uyda baraka, to'ylar, yaxshi kunlar bo'lsin. Hammani yaxshi kunlar bo'lsin kerak. Bayramlar tabriklayman. Bundan keyin ham yaxshi kunlarda hamisha og'aynichilik, aka-ukachilik, ko'pchilik abadiy bo'lsin. Rahmat o'qishlar azizlar. Keling azizlar. An'analarimizni davom ettirgan holda, saxovat pesha xalqimizni saxovatligini bildirgan holda, kimki ko'nglida nima desam, niyati bo'lsa, kelasi yil Navro'zu olam bayramimizga mana shu daftarni beramiz hozir bir kishiga. Bir yaxshi xayriyasini deydi va sadaqa hozir harom degan e'lon qilindi. Xayriya bo'ladi endi kelasi yil Navruzga. Niyati bo'lsa ko'ngildan chiqdi. Masalan, kelasi yil Navruzga menga Alloh o'g'il bersin. Kelasi yil Navruzga menga Alloh qiz bersin. Kelasi yil bitta Captiva 5 olay yoki bo'lmasam uy quray, joy quray deb o'zini yaxshi tilagi bilan nima desam, ehson qilgan insonning ehsonlar albatta amalga oshadi degan umiddamiz azizlar. Yaxshi ko'pni duosi mo'l bo'ladi. Mana shu mahallamizga bir ehson daftarini hozir men topshiraman. Birini ketirman, qaysi ustodan boshlaydi? Kimni ko'nglimizga chaqirsa, qo'lni ko'tarsa, men o'zim boraveraman oldingizga. Ana shu bir boshidan ketaveramiz. Hey, bir boshidan ketaveramiz. 92-yillar nomidan Oxunjon Sharofiddin aka o'g'li. 300 ming so'm. Marhamat. Yo'lgar aka, kelingda yordamingiz kerak edi aka. Yodgor aka. Yodgor aka, 1 minut kelingda qiling, yordam bering. Videochi olyaptimi tasvirlarga? Qani videochi? Keling bir yaxshi. Yana jo'q qilgan holda 92-yillardan Hayitov Quvonchbek 200 ming so'm. Bo'sh kelmaymiz. Ha, 92-yillar hozir boshdan kelyapti. Oxun 300. 92-yillar nomidan 300 nona. Mana 92-yillardan o'zimizni Baxtdan akamiz o'g'li Elbekbek 300 ta non azizlar. Oho, davay nima bo'ladi? Qancha? Elbek yozing, Elbek. 300 so'm. 300 dollar? 300 ta. 300 ta non. Bir uchtasini yo'qsa ham bo'ladi lekin kelasiga. Xohlovchilar bo'lsa kelaversa marhamat. Jo'raqul buvomiz 500 ming so'm. Bo'sh kelmaymiz. Hayitlar makka ketyapti. YouTube'lar kelasi chiqadi-da. 500 ming.
Bo'ldimi, to'xtaymizmi? Kelasi yil Fazl akamiz o'g'liga duo qilaylik, o'qishga kirib ketsa mana shu yil avgust oyida. Videosi Fazl akamiz hisobidan bo'ladi. Ochilib bo'lmizning o'g'illari Fazl aka. Familiyasini aytdi. Fazl aka videosi bu. Hey, familiyasini aytdi. Jonzokov Fazl aka. Kamol aka ham tilaklari bormi deyman, mulla bobomiz o'g'illari. Ha, hozir. Yodgorga siz yozavering, men yoqdan baqirib aytaman sizga. Ha, 87-yilda yo'q endi. Ya, o'ziga aytdi. Kamol akam yozdik. Muhammadiyev Kamol akamiz 300 ming so'm, Yodgor aka. Ilhombor Xoliqov, Ismoil Hojibobomiz o'g'illari. Nechta tutgansiz? 200 ming. Bo'sh kelmaymiz. Oqlochi, oqlochi. Razokov Nurbek akamiz 500 ming so'm tutdilar. Yodgor aka. Ha, reyting ko'tarilyapti, reyting. Yo, lekin stavka ko'tarilib boryapti. Yana bir talab bormi? Ha, Nurbek akamiz yoniga boramiz. Sizlarmi eskizgan? Jamol akamiz 500 ming so'm videochilar kelsa, stavka lekin ko'tarilib boryapti. Oh, Yodgor akamiz ham yonimizga keldi. Jamol aka bilan Nurbek akadan baland keladigan bormi? Jamol aka 500 ming so'm. Talablar. Abdulla aka, mana Nurbobomiz o'g'illari 200 ming so'm tutdilar. Ma'ruf akani ham yo'q, Ma'ruf aka. O'quvchilar, bu majburiy emas hozir. Yodgor aka 200 deyapti. Barnov. So'ragan o'g'il Sardor 500 ming so'm tutdi aka. Barnov, Ma'ruf akaga qara. Ha, Ma'ruf akamizmi? Ayting bironimi? 500 ming so'm. Barnov, familiyasi bilan, familiyasi. Qaysi Ma'ruf aka? Ma'ruf aka katta nomini aka. Ma'ruf aka 500. Ey, Yodgor aka, hamma familiyasini bugun adashdi. Familiyasi Ma'ruf aka. Familiya. Mamat Qulov Ma'ruf aka. Omon bo'lmiz o'g'illar. To'lqin aka ham bironima demoqchi. Ey, Mustafomiz. 500. To'lqin aka bironima devoring. Hozir aka premyer ko'rsin, Rossiya ko'ryapti. Hammasi ketyapti. Bu video butun jahonga YouTube'da zvezda. Lekin qolgan havas keladi biz bunga. To'lqin aka quloq sol. To'lqin aka sizni eshitamiz aka. Qo'llarni asta ko'rsating stoldan. To'lqin akamiz 500 ming so'm. Justorov To'lqin aka. Mansur akaga ham quloq sol. Majbur emas, majbur emas. Mansur aka nechi asta qo'ldan ko'rsatib berayapti. Yo'ldoshi Qo'rqonboy aka 200 ming so'm tutdi. 200 mi, 700 mi? 700 ka, pas ketma. 300 yozayapsiz. Yana 100 qo'shildi. 300 ming yozdi. Yodgor aka keling. Hey! Premyer kelasizlar bu tomonga. Ma menga qara, to'xta. Qolgan kambag'allar bo'laveradi. Men oldim kes. Aldiray akamiz. Stol komplekt posudalari yu dasturxonlari bilan mana kelasizga Latviya galasi. Bayirga. Rahmat, G'aybulla aka o'ribdim deysiz. G'aybulla akamizning o'g'li Orif akamiz. Qancha? $50.
Ana benim James Tekin number o sınıftaşlar özüm Abdurrahman Tekin. James Tekin. 200. Donapoyev James Tekin. 200 bin. Afrorov Afrov akamiz. Reytingni pastga urmanglar, reytingni. O'z ko'zingiz Afrorov Afrov akamiz. Abdurrahman Tekin yo'lda. Abdurrahman Tekin Yo'ldoshev 500 bin so'm. Afrorov Hamdam akamiz 200 bin so'm tutdilar. Nurmonov Kamol deyishit. Kamol akamiz. Nurmonov Kamoliddin aka 200 bin so'm. James aka. 20 yil bo'ldi mana Navro'zda qarang ko'rish yaxshi kunlar nasib qildi. O'ylab. Qancha chiqamiz aka? Jabor aka. Qizday baqa. Jalilov Jabor aka 600 bin so'm tutdi. Sizlar reytingni ko'taringlar. Qaramang, nagirsa. Ortiqov Feruz o'tiribdi mana yonimizda. Feruz qancha pul berasiz? Buni yig'ishi bor keyin bilasiz. Hamza aka nomi bilan 300 bin so'm. Barno bepaki. 600 bin. Barno. Yaqayma, Mansur aka chaqiryapti. Hozir. Feruz yozing. Ortiqov Feruz. Ko'ring, hojiba. Hamza aka Yo'ldosh. Unib qolaman. 300 bin. Qo'l aka. Assalomu alaykum hojibalarimiz, mana bularimiz. Kamerachini yo'l beringlar. Televideniye kelingizlar. Sizlarga qo'ch jo'ra o'rib. Bunda 1 minut. Shayt qilmanglar, kameraga olaylik. Yo, kim olgansizlar, ololmayapman. Bunaqangiz yo'qaysizmi? Qochib tur debman, videoga olay debman. Do'konimiz idoramiz akamiz. Olmaydi, ishlayapti. Shuncha video bo'lsa. 50 ta kola. 1,5 litrlik 50 ta kola, 50 ta mineralka, gazir oldi. Rahmat. Nigimma kamera o'rib. Murtoz akamiz mana. Qancha? Familiya zatim, familiya. Mamatov Murtoz akamiz 300 bin so'm. 500. Barna kannama. Nagirsa qilmaydi. Yo'qmi? Rahmatli Aybulla akamizning o'g'illari. Oqiz akamiz Yozdik-ku. 50 dollar yozisizmi? Barna Farhod akamdan bir ish. Manzuraga baqiryapti, boraylik. Bir marta 50 dollar. Ha, aka boramiz. Boramiz. Bir marta qaytamiz yana. $50 stavka ko'tarildi. Mansur akaga $50 qo'ying. Amerikanskiy. Nevaralar uchun, xalq uchun deyapti. Bravo. Orfakam yo'z. Farhod aka. Feruz Jo'ramizning dalalari. Rossiyadagilar yaxshimi aka? Bulardan chiroyli do'ra. Bulardan lekin buni bu yaxshi bir yozib tushirsangiz ana shuni yutamiz aka. Chiroyli bo'lib tursangiz. Mana bugungi eng taraf qo'ydim. Davani ko'rki mahallamizda oqsoqollar o'tirsangiz shu fayz bizlarga. Boray. Yolg'on aka, kelinglar, prama efirlar. Hozirga qo'l rasta
Qayerda? Dollardami, so'mdami? 300 dollarmi? Qani yo'l ko'rakan? Barnab aka. Qilib 100 dollar men beraman. Ha. Yo'l ko'rakan kerak bir marta qani. Fazaka. Aka 300 dollar. Jahongir qancha? Jahongir. Rahmatli Jalol akamizning o'g'illari. Qilichvon nomidan deyapti. O garang. Qilichvon nomidan deyapti. Qilichvon nomidan deyapti. Albatta qani eshitdim. Hammamiz duoda bo'lamiz Qilichvon nomidan. 87 nomidan 17 Qarang, bitta o'z talab qildim. Akmaljon boshchiligida Akmal akamiz aytyaptilarki, 87-yillar nomidan, ya'ni 10 ta bilami, 15 ta bilami, 300 ming so'm yozib qo'ying 87lar deb o'zlari kelasini ko'rish oladi. 87lar. 300 ming so'm har biridan. Hozirga olyapsizmi? Ha. Qilish mulla buvamizning o'g'illari Kamol akam ham birgalikda yig'ilib mana shu mahallarimizda jon bilan. Sheriklar yana Hamid akam ham bor ekan, Sho'rmon akamning o'g'illari. Fazla kim ko'rmaydi? Aka 87 boshqa aka. 87 qo'ygan boshqa aka o'ylaysiz. Jahongirga yana 500 ming qo'shildi. Yozib qo'ying o'zim nomida mali yana 500 ming so'm. Mana bobom 100 larga kirsin deyapti. Yaxshi tilaklar bilan yana 500 ming so'm. 100 dollar yana 500. Rahmatli Mamad akamiz bor edi, agronom, hammamiz taniymiz. Shuning qizlari bugun Shahnoz opam davlamizning mehmonasidir. 500 ming so'm atadilar. Shahnoz opam 500 ming so'm. Mamad akaning qizlari. Ana ayollardan ham chiqib boshladi sponsor. O'zi bayram ham ko'zab o'tiribdi. Yeri Adilni o'zi Adilni. Abbos akamiz, Jonzokov Abbos aka 300 ming so'm. Ravshan aka biror nima deyavering. Jonzokov Abbos aka 300 ming so'm. Akriblar qaysi tomonga endi? Yodgor aka. Ha, ko'katirgancha shtrap to'laydi. O'zimga endi 300 yozib qo'ying, yo'ldosh qardoqqa. Ey yanga, shtrap to'lab turamiz. Rahmatjon nomidan 500 ming so'm. Dirvorga bitiklardi, qochib yuradi. Aybi? Sakson oltilar. 86lar uyg'ondimi? Azizlar, dedilarki inson qalbi nozikkina shishadir. Achchiq bir so'z sindirar yo'q deyishadir. Shirin so'zdan kam bo'lmagay davlatingiz shirin so'zdan xalqqa quvonch qiladi. Mana Zayavka onlayn ham bo'lyapti. Kimdir ular? Aytmadimi? Mamad buvamizning o'g'illari o'zi Rossiyadan onlayn aytibdilar. Ulug'bek aka, oxirgi chiqib qo'ldan ko'rsat 200 ming yozgan ekansiz. 20 metrlik.
88-yillar. 20 kilo go'sht. O'zi qassoblarimizning zamonimiz. Yo'qsiz. 20 kilo. Bo'ldi, qayerdan so'mdanmi? Zo'r joyda. Zo'r joydan qarab. 20 kilo. Ishonqulov Ulug'bek aka Rossiyadan murojaat qilyapti, 200 ming so'm yozib bergan. Mamad bor o'g'illari. Uyg'un. Rossiyaga yurtga aytib sponsorlar chiqar. Kimdi? Ay, go'sht hozirdi-ku. Qurban ko'rsangiz? Ha. Ha, yozing bitta yodgorga qani? Mikrofon menga tutdi. Dilmurod, Dilmurod. Ana stavkani pastga urma. Yodgorga yoz ismi. Jo'rayev Dilmurod aka nomidan 200 ming so'm. Ovqat qo'y, 500 edi-ku. Ziyodalar nima qiladi? Mana rahbarimiz Mavlon Rahmonov o'g'illari turibdi. Shavq akamizning o'g'illari 500 ming so'mmi? Ziyodalar yozing, qani Yodgor aka? Mana orqangda. Shavq aka nomidan, Ziyodalar nomidan plus qo'y Shavq akaning o'g'li 500 ming so'm. Endi mana hozir hammadan eshitdingizlar, endi mana shu yozilganlar amalga oshishini tilagan holda Qilich buvomiz davramiz to'lib o'tiribdi bitta Qilich bu. Allohdan hammamizga uzoq umr, sog'lik tilab duo bersangiz hozir. Hali ikkinchi ovqat pishyapti, ketib qolish yo'q. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli mushtarlar, akalar, ukalar, o'g'illardan. Avvalambor hammalaringizga Navro'z ayyor, yangi oylarni hammadan tilayman. Uzoq umr, sog'lik tilayman. Uzoqdagi farzandlarimiz, og'ay qardoshlarga sog'lik kelsin. Instagramga kirasizlar. Hammamiz farzandlarimiz bilan, oilamiz bilan, kechki vaqtlarda yaxshi kunlarga yetishishimizni Allohdan tilab qolaman. Alloh ko'p bersin, ketmasdan vaqt bersin, xotirjamlik bersin, o't bo'ladan, suv bo'ladan, nohaq tuhmatdan, bevaqt o'limdan o'z qarashmasin. Qo'rqoqlikdan, baxtlikdan, orzullikdan, dunyo sifatdan, nafsdan, jasdatdan, sabr azobidan o'tib Yetqonchiligimizga baraka bersin, chorvachilikka baraka bersin, bemorlarga shifo bersin, qarniga imon bersin, befarzandga farzand bersin, yurtimiz tinch bo'lsin, safari bexabar bo'lsin, tabiiy ofatlardan, kulfatlardan, yurtimizda, xalqimizda, ona chaqamizni o'z qo'lida olsin. Robbana atina fil hasanati va fil akhirati hasanatan. Allohu akbar. Rahmat azizlar. Endi nima deymiz? Chiroyli raqslarni sizdan so'raymiz. Yaxshi kayfiyat bilan, ko'tarinki kayfiyat bilan navbatni san'atkorlarga topshirib qo'ysak. San'at yo'liga tushdi. San'at so'datimdir degan. Xalqim baxtir kuylash har kungi odatimdir. Gözleri
Thank you.